Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xohlasa yangi proyektimizni, yangi uyimizni montajini oldik. Bu uyimiz polniy psixochda 2 qavatli. Chiroyli holatda qurilgan, ixchamgina, katta emas, kichkina emas. Kiraverishda 2 metrli koridor. Bu tomondan boshlasak, ixchamgina sanuzel bo'ladi bu yerda. Hozir gaplarni tashlab qo'ydik. Arestonga, lamshkaga bu yerda. Rakvinaning tepasiga aynamiz oldiga pitani qo'yganmiz. Bu xonamiz detskiy xona. Lamshkaga tashladik. Rozetka включаторimiz, o'rtada televizorimizga antenna, rozetka. Bu xonamiz o'sha o'tirib dam olib o'tiradigan xona hisobda. Bu xonaga ham hozir rozetka включаторlarni qo'yyapmiz. Simlarni tashlab qo'yyapmiz, lamshkani simlar. Bu xonamiz endi spalniya xona. Bitta lamshka deyilyapti o'zi. Bu yerda rozetkamiz bor. Bu yerda televizorimizga shu rozetka включатор har doimgidek. Ro'paramizda shitimiz bo'ladi. Birinchi qavatga отдельный, ikkinchi qavatga отдельный qilib, xolos chiroyli holatda terilyapti. 3 fazalar olib kirilyapti. 3 fazalar terib, xolos chiroyli bitgan holatini ham ko'rsatamiz. Hozircha shu qolganlarni sekin qo'yib boramiz.